2026 yilgi yangi Chevrolet Cobalt. Bu O'zbekiston bozorida katta qiziqish uyg'otadigan zamonaviy, ishonchli va tejamkor sedanlardan biridir. Yangi model dizayn jihatidan yanada jozibador bo'lib, zamonaviy chiziqlar, keng radiator panjarasi va LED farlar bilan jihozlangan. Avtomobil tashqi ko'rinishidan sportchi uslubni saqlagan holda, oilaviy qulaylikni ham ta'minlaydi. Salon qismi esa to'liq yangilangan, yuqori sifatli materiallardan foydalanilgan, keng o'rindiqlar va multimedia tizimi bilan qulay boshqaruv imkoniyatlari yaratilgan. 8 dyuymli sensorli ekran, Bluetooth, Android Auto va Apple CarPlay tizimlari bilan integratsiya qilingan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun zamonaviy qulayliklar taqdim etadi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Cobalt 1.5 litrli benzinli dvigatel bilan jihozlangan, 110 ot kuchiga ega. 5 pogonali mexanik yoki 6 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi variantlari mavjud. Yoqilgi sarfi 100 km ga o'rtacha 6.5 litrni tashkil etadi. Bu esa uni iqtisodiy avtomobil sifatida ajratib turadi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. ABS, EBS, tormoz yordamchi tizimi, orqa kamera va 6 ta xavfsizlik yostiqchasi bilan jihozlangan. Bu model shahar ichida ham, uzoq masofali safarlarda ham haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Orqa o'rindiqlar katlanadigan bo'lib, bagaj hajmini kengaytirish imkonini beradi. Bagaj hajmi 500 litrgacha bo'lib, bu oila uchun yoki sayohatlarni yoqtiradigan haydovchilar uchun juda qulay. Yangi Chevrolet Cobalt 2026 nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ishonchliligi, tejamkorligi va qulay boshqaruv tizimi bilan ham o'z sinfida yetakchilikka da'vogarlik qiladi. Bu avtomobil haydovchilar uchun hamyonbop narxda sifat va qulaylik uyg'unligining eng yaxshi namunasi hisoblanadi. Agar siz ishonchli, zamonaviy va tejamkor sedan izlayotgan bo'lsangiz, yangi 2026 Chevrolet Cobalt siz uchun ideal tanlov bo'ladi.